Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab bozor 6 da boshlanyapti. Hozirgi vaqtlarda kunduzi havo yaxshi bo'lib tursa 11 gacha bozor bo'lyapti. Bu do'konda telefon nomerini ham mana ko'rsatib qo'yamiz. Keyin narxlar bilan tanishamiz. Ko'pincha bular pachkaga sotyapti hozirgi vaqtda. Narxi necha pul ekan mana play deb qo'yganingizda? Bular 35 ming so'm ekan. Necha yoshga tushadi? 2 yosh 4 yosh. 2 yosh 4 yoshga tushar ekan. Ikkitalik razmer ekan. Bunisi-chi? Bunisi 30 ming so'm ekan. Necha yoshga tushadi bu? 2 yoshga. 2 yoshga tushar ekan. Bunisi-chi? Bu ham 30. Bu 30 ming so'm. Bu 2 yosh. Dvoykami, troykami? Dvoyka ekan. Bu troykangiz necha pul? 25 ming skidka narxi. 25 ming so'm ekan, skidka narxida deyishyapti. Materiali nima buni? Bambuk nachos ko'p olganga yana ham beradi. Bambuk nachos ekan materiali. Bunisi-chi, Hayitmurod? 25 ming a? Xo'p, endi bular narxi necha pul? Bular 32 mingdan. Uchalasini ham narxi bir xil, 32 ming so'm. Shundaymi? Uchalasini ham narxi bir xil. 32 mingdan. 32 ming so'm ekan mana uchalasi. Standart. Velvet Materiali velvet ekan, standart ekan. Bunisi-chi? Bular 30 ming so'm ekan. Bunisi? Bu ham 30 ming so'm ekan. Mana. Ha, ichkariga ham kiramiz. Cho'ntaklari ham bor deyishyapti mana. Bular necha pul? 35 ming, 3 yosh 5 yosh. 3 yosh 5 yosh ekan, 35 ming so'm ekan narxi, shundaymi? 35 ming so'mdan ekan. 3 yosh 5 yosh ekan. Mana yosh bolalarga bunaqa narsalar ham bor. Mana narsalaringiz necha pul? Kichkina bolachalarga ishtonchalar bor ekan-ku. Farqi yo'q-a, tepa, mana ishtonchami, tepa pastlikmi bu? 8 ming so'm ekan bular. Narxi. Mana. Bunisini ham bir xil ekan. Mana narsani so'raymiz hozir. Bu necha pul ekan mana bu? 10 ming 15 ming. Mana ashturishi 15 ming bersa olib ketaveradimi? 15 ming bersalaring olib ketaverasizlar ekan. Mana chaqaloqlarga shekillidirda. Baba ichkariga kiramiz. Bular necha pul vishilkalar? Bular 25 ming. Mana shu hammasi narxi bir xilmi? 25 ming so'mdan ekan mana bu ilib qo'yilganlar mana. Ana nima materiali? U velvet. O'sha necha pul ekan shunisi? Bu 30 ming. 30 ming so'm. Beramiz. Va play necha pul? Qani 35 ming tashqarida olindi. Ha. Mana o'zi olinmadi. Buni ham 35 ming beraveramiz. 35 ming so'm berishaverar ekan. Mana ichkaridagi mahsulotlar. Deyarli hammasidan shu tashqariga qo'yib qo'yildi. Yetilindi. Mana bu-chi? O'sha 32 mingdan. Bular 32 ming so'mdan ekan. Mana bulari. Yo'q, bular endi. Hayitmurod, bularisicha buni nimasi? Qaysilar? Ular 30 mingdan ekan. 30 ming so'mdan ekan. Tepadagi. Yo'q, cho'ntagisi. To'g'ri, sariq turibdi. Ha. Material bor. Tashqarida shu narxlar aytilibdi. Mana bu yerda endi shu rasvetkalari shu holatida tashqarida ko'rsatganimizni etdik narxlarda. Yana bitta mana necha pul dedingiz? 30 ming. 30 ming so'm ekan mana. Qiziqqan bo'lsa. Bu 35 ming. Necha yoshga tushadi? 1 yoshgacha. 1 yoshgacha tushar ekan. Nima uchun bir xil o'rnami? Bu qaysisini? Xo'p. Svetidan bitta bering, uchtadan bitta bering.
Telefon nomerlari 91lik 201 02 27. Mana shu turishini ham bitta bir ko'rib olaverasizlar. Mana shu telefon nomerga telefon qilaverasizlar. Kelganlarida Boboshbek bozoriga buni Mufiz deb qo'ygan. Hop. Shu do'konda mana qatordan ekan. Qatordan bu 211-do'kon ekan. Mana shu do'kondan ko'rsatdik. Oldin videoni yaxshilab ko'rib chiqib, keyin sotuvchiga telefon qilasizlar ekan. Ba'zi sotuvchilar telefon nomerini ham etkisi kelmay qolyapti-da, shuning uchun hali bo'lar bo'lmasga bezovta qilmaysizlar ekan.